Arzon, ishonchli, iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlaydigan va xalqning ichidagi eng sevimli avtomobil qaysi? Gap albatta Chevrolet Cobalt haqida ketmoqda. Mamlakatimiz yo'llariga chiqqanidan buyon bu avtomobil eng talabgir mashinalardan biriga aylangan bo'lsa, uning O'zbekistonda ishlab chiqarilishi nafaqat yuz minglab avtomobil ixlosmandlari uchun arzonlikni ta'minlabgina qolmay, balki iqtisodiy jihatdan ham juda muhim omil bo'ldi. Bugun biz Chevrolet Cobaltning tarixiga, xususiyatlariga, O'zbekiston iqtisodiyotiga qo'shgan hissasiga va uning avtomobil bozoridagi o'rni haqida batafsil ma'lumot beramiz. Cobaltlarni necha yildan beri sotasiz? Cobaltlarni birinchi chiqqan yili 2012 ning oxiri bo'ladi. 2013 dan bozorda savdoga chiqishni boshlagan. 2012 dan beri Cobalt savdosi bilan shug'ullanamiz. U paytlar yil narxlari baland edi, hozirgi kunga kelib teng yarmiga tushdi desam ham bo'ladi. Nega aynan Cobalt bilan sotasiz aka? Cobalt hozirgi kunda o'rta hol mashina bo'ldi. Benzin kam edi. Benzin kam edi. Yumshoq, hadovoy 100 mingdan oshib bemalol yurib beradi. O'zbekiston aholisiga qulay mashina hozirgi kunda. 2024-yilda O'zbekistonda 402 mingdan ortiq avtomobil sotilgan. Ulardan Chevrolet Cobalt 127.240 ta dona sotilgan holda mutlaqo yetakchi bo'ldi. Bu mashina mamlakatimizning eng mashhur modellari qatorida bo'lib, avtomobil ixlosmandlari orasida katta talabga ega ekanligini tasdiqlaydi. Ko'plarni qiziqtiradigan savol shu: Midnight bilan oddiy Cobalt yoki Yevro pozitsiyadagi Cobalt bilan nima farqi bor? Mana turgan Cobaltimiz diskasi qora, farasi oq, bakoy qora, orqa farasi o'zgartirilgan. Stayldan farqi shu. Staylimiz ham mana turibdi shu yerda. Mana xuddi shu oq, diski oq, bakoy oq, bu stayl. Salon qismida hech qanaqa o'zgarish yo'q. Yevro pozitsiyamizda mana bunaqa economizer bo'ladi. Benzin 1 litr kam edi bunda. Keyin salon qismida sidenalari barxitli bo'ladi. Pol qismi shumka bo'ladi. Torpedkaning ichida udar zashitning bo'ladi. Udar bo'lgani himoya qiladi. Torpeda anaqasida, tablosida benzin rasxod qanchaga yetadi, hammasini ko'rsatib turadi yevroda. Boshqa mashinalarga qaraganda Cobaltning afzalliklari nimada? Endi men uchun eng zo'r mashina Cobalt. Xalq shuni tanlayapti, chunki mana Gentra ham qo'yganmiz. Gentra hech kim olmayapti-da, Cobaltni hamma olyapti. Nimaga? Uni xalq o'zi biladi. O'zi O'zbekiston bo'yicha eng ko'p sotiladigan Cobalt shu zavoddan olib chiqilganda. 13 yil bo'libdi Cobalt yaralganiga. Hamma davonni, hali ham talab bor. Har kuni savdomiz yaxshi, xudoga shukr. Mana salondan mashinani olib chiqdim deydi. Unga men qanaqa rasxod qilaman? Salondan olib chiqsangiz endi обычно bitta polik olishingiz kerak, bitta chexol. Meni fikrim, bagajga bitta rezinka solish kerak. Bo'ldi, boshqa rasxodga benzin qo'yib, oilaga xizmat qilish kerak. U taxminan necha pulga tushadi mana shu hamma aytgan narsalar yo'q? Grubi $50 tushadi. Kelsanglar savdasidan o'tib beramiz $50. To'kat aka, katta rahmat sizga. 2024-yilda Cobaltning narxi to'plamiga qarab 125.2 million so'mdan 147.9 million so'mgacha bo'lgan oraliqda o'zgargan. Bu esa UzAuto Motorsga faqat ushbu modeldan 10 trillion so'mdan ortiq daromad keltirdi. Bu nafaqat iqtisodiyotimizga katta hissa qo'shish, balki mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, ish o'rinlarini yaratish va infratuzilmani rivojlanishga ham yordam beradi. Cobalt faqat shaxsiy foydalanishda emas, balki korporativ sektorda ham foydalanilmoqda va taksi xizmatlarida ham mashhur tanlovga aylandi. Chevrolet Cobaltning muvaffaqiyatli sotilishi O'zbekiston iqtisodiyotiga katta ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu modelning muvaffaqiyatli sotilishi iqtisodiy o'sishga, soliq tushumlarining ortishiga va mahalliy avtomobil sanoatining rivojlanishiga yordam beradi. Ushbu mashina nafaqat xususiy foydalanuvchilar, balki tadbirkorlar va tashkilotlar orasida ham mashhur bo'lib, ular Cobaltni tijorat maqsadlarida foydalanmoqda. Bu avtomobilni biz ko'plab insonlarga qarzdormiz. Ayniqsa General Motorsning dizayn bo'limi rahbari Ed Wilburnga, kimki Chevrolet Cobaltning dizaynini ishlab chiqarishga rahbarlik qilgan. Uning g'oyasi Cobaltni butun dunyo avtomobil ixlosmandlarining e'tiborini tortishga sabab bo'ldi. Avvalo Shimoliy va Janubiy Amerikada, keyin esa MDH davlatlarida. Chevrolet Cobalt 2004-yilda eski Chevrolet Cavalier o'rnini bosuvchi model sifatida taqdim etilgan bo'lib, o'sha
vaqtlarda o'zining jozibadorligi va texnologik jihatlari bilan e'tibor qozondi. Birinchi yilida Cobalt 2.2 litrli dvigatel bilan taklif etildi. Uning quvvati 145 tot kuchiga teng edi. Bu esa uni nafaqat tejamkor, balki o'z sinfidagi mashinalar orasida yetarlicha kuchli avtomobilga aylantirdi. O'zbekistonda ushbu modelni 2012-yilning sentyabr oyida boshlab seriyali ishlab chiqarilishi boshlandi. Ushbu modelda 1,5 litrli dvigatel o'rnatilgan bo'lib, u 106 tot kuchiga ega va bugungi kunga qadar o'zgarmagan. Bu dvigatel nafaqat yanada tejamkor, balki juda ishonchli bo'ldi. Hozirda ushbu dvigatel dunyodagi eng uzoq umr ko'radiganlardan biri deb hisoblanadi va 1 million kilometr masofani bosib o'tish imkoniyatiga ega. Tejamkorlikni hisobga olganda Cobalt aralash sikl bo'yicha 100 kilometrga atigi 7 yoki 8 litr yoqilg'i sarflaydi va agar gaz o'rnatilsa, ushbu avtomobilda harakatlanish deyarli bepul bo'ladi. Hoji Akbar aka, Cobaltni olganingizga qancha bo'ldi? Cobaltni olganimga 2 yil bo'ldi. 2023-yilda oxirida olgandim. Hoji Akbar aka, nega aynan Cobalt? Chunki Cobalt mashinasi narx va sifatga nisbatan boshqa mashinalardan ustun turadi. Hoji Akbar aka, mana Cobalt siz uchun ideal mashinami yoki-da qanaqadir kamchiliklari ham bormi? Kamchiliklar bor albatta. Bunga masalan uning katta gabaritlarini aytib o'tishimiz mumkin va tor ko'chalarda gabarit hisobiga yurish sal qiyinroq bo'ladi va uning ramalar joylashuvi obzorni sal kichkinalashtiradi va unga zavoddan parktroniklar kerak deb o'ylayman. Hoji Akbar aka, Cobaltdan keyin Cobalt sotib olarmidingiz? Yo'q. Ha, Cobalt yaxshi mashina, lekin rivojlanish albatta kerak va hozirgi mashina bozorida bundan ham yaxshi mashinalar ko'paymoqda va Cobalt hali o'z o'rnini yo'qotmaydi, lekin boshqa mashina olishga men qaror qilganman. Va oxirgi savolimiz, Cobalt yoki-da Gentra? Albatta Cobalt, chunki Gentra shu 2000-yil chiqqan dizayni bilan hali ham o'zgarmagan, katta o'zgarishlar bo'lmagan. Cobalt qulayroq, yurish bo'yicha ham yumshoqroq hamda salon bo'yicha ham Gentradan ancha yaxshi. Bundan tashqari, ushbu avtomobil o'zining qulayligi va injiq emasligi bilan mashhur. Cobaltning ichki qismida 5 nafar odam qulay tarzda joylanishi mumkin va har biri maksimal darajada qulaylikda harakatlanadi. Albatta, interyer eng qimmat materiallardan ishlanmagan, ammo bu avtomobilni sotib olish narxini hisobga olganda, foydalanuvchi yuqori sifatli ishlash xususiyatlari, ishonchlik va texnik xizmat ko'rsatishda qulaylikka ega bo'ladi. Chevrolet Cobalt xalqaro miqyosda ishlab chiqarilib sotilgan model bo'lib, dastlab Braziliyadagi ishlab chiqarishdan boshlanib, Kolumbiya, O'zbekiston va Qozog'istonga kengaydi. 13 yil davomida Cobalt bir necha yangilanishlarni o'tkazdi, ammo har doim o'zining ishonchli va tejamkor avtomobil sifatidagi obro'sini saqlab qoldi. Chevrolet Cobalt bu faqatgina avtomobil emas, balkim arzonlik, ishonchlik va tejamkorlikning ramzidir. 13 yil davomida u O'zbekiston bozorining ajralmas qismiga aylangan bo'lib, uning iqtisodiyotga qo'shgan hissasini baholash juda ham qiyin. Ish o'rinlari, soliqlar, mahalliy ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlash, bularning barchasi Cobaltning iqtisodiyotimizga ta'sirining ajralmas tarkibiy qismlari hisoblanadi. Bozor o'zgarishiga qaramay, Cobalt haligacha yetakchi o'rinlarni egallamoqda va u O'zbekiston avtomobil infratuzilmasining muhim qismi bo'lib qolmoqda va bu uning tarixini oxiri emas. Mashinaning kelajagi bunda to'xtamaydi va shu bilan birga O'zbekistonning avtomobil sanoati rivojlanishi ham davom etadi.